Assalamu alaykum, qanday ahvolinglar? Sog'-salomat turibsizlar? Yana bir qatimliq kitob paranglariga xush keldinglar. Riyosatchidek gap qilyapman mana. Bu qatimmo o'xshashlam o'tgankiga o'xshashlam intayin odamni o'ylantiradigan, odamni qiynaydigan cho'nqur bir kitobning parangini qilmoqchi. Qanday qilamiz boshqa odamning ko'nglini ochadigan yeni kitoblarni bek o'qimaydi ekanman bu kunlarda. Unda qo'ysa qaysi kitobning parangini qilsa bugun desanglar, bugun Jean-Jacques Rousseau'ning ijtimoiy kelishim degan kitobining parangini qilaman. Bu kitobni aslida o'tgan hafta o'qib tugatgandim. Ramazan bo'lganlik uchun bu kitobning parangini qilmay deb siyosat falsafasiga oid kitobning parangini qilmay deb o'ylagan. Ammo Ramazondan keyin bu to'g'riliq so'zlayman desam, bu kitobningki asosiy mazmuni qapqasimi, lekin sizlarga so'zlab bergudek bir narsalardek qolmaydigandek. Chunki bir tarafdan Qur'onni o'qiyapmiz, boshqa kitoblarni o'qiyapmiz, kallada uchurjaq jahonningki taraqqiyotning tezligi bilan. Uning ustiga bu qilayotganim bir kitob o'qish xotirasi. Hozir zamon taraqqiy qilib kitob o'qish xotirasini daftarga emas, videoga yozilgan bo'lib ketdim. Shuni so'zlab o'tay dedim. Unda qo'sam quruq gap naz qilib, naq gapni qilay desanglar, bo'ldi qilay. Jean-Jacques Rousseau'ning ijtimoiy kelishim nomli bu kitobi hozirgi zamon dunyoninki bulupmu siyosiy ideya tarixiga alomat ta'sir ko'rsatgan bir kitob. Hamda bu kitobningki avtori Jean-Jacques Rousseau haqida hozirroq tushuncha berib o'tgandan keyin ondan kitobga kelaylik. Jean-Jacques Rousseau 18-asrda Shveysariyada tug'ilgan dangliq bir g'arib mutafakkir. Uningki hayotimi nayti egri to'qay. 20 yoshgacha dinda o'qiydi. Xristian dinda, madrasada. Ondan keyin dinni tashlab chiqib ketadi. Oraliqda bir jinoyatdek bir narsaga aralashib qolib, turma kirishdan qo'rqib, Shveysariyadan qochadi. Undan keyin Yevropadagi nurg'un davlatlarni aylanib yurib, har xil ishlarni qiladi. Ko'p qatlamliq, ko'p qirliq bir mutafakkir, yozuvchi. U hozirgi zamonningki shu siyosiy ideya tarixiga cho'nqur ko'rsatgan, ta'sir ko'rsatgan bir shaxs. Hozirgi dunyo tarixini hozirgi zaman burunqi ko'l zamonda ayirgan vaqtda ko'pincha davr bo'lguchi hisoblanadigan Fransuz inqilobi, Fransiya inqilobi bor, Fransiyaningki shu podishoni ag'dirib jumhuriyatni qurgan ahvoli. Bu Fransiyaningki shu podishoni ag'dirgandan keyingi davlat qurish musofasi dunyo uchun intayin cho'ng bir dars. Chunki bular Cumhuriyetni ag'dirdi, yana jumhuriyat qurdi, yana ag'dirdi, yana jumhuriyat qurdi. Shuning bilan tarix kitoblari qaraydigan bo'lsanglar, 1-Cumhuriyet, 2-Cumhuriyet, 4-Cumhuriyet, 5-Cumhuriyet deb shundoq atıldı. Kommunistlar hokimiyatni olib birini qurib boqdi, undan keyin yana birini bilan ag'dirib, uni ag'dirib o'tib, yana birisi chiqib boqdi, ish qilib, bu Fransiyaningki shu davlatchilik tarixi yaqinqi zamondagi dunyoning siyosiy tuzum laboratoriya desakmi bo'ladigan darajada muhim. Hamda shu Fransuz inqilobiga ta'sir ko'rsatgan fikr egalaridan biri Jean-Jacques Rousseau. Shu kitobningki avtori. Bu Jean-Jacques Rousseau Yevropaningki hozirgi zamon siyosiy ideya tarixiga bo'libmi ta'sir ko'rsatgan sanoqli mutafakkirlardan biri. Hamda Jean-Jacques Rousseau'ning haqida shunchalik to'xtalsak, buning boshqa kitoblari bor albatta. Bu ko'p qatlamli san'atga oid, ilm-fanga oid, hatto bal tarbiyasiga oid kitoblarni yozgan. Qiziqarli yeri 5 balni baqanmay yasliga tashlab berib, ondan keyin balani qanday tarbiyalaymiz deb kitob yozgan.
O'xshashlar Yevropaningki siyosiy davolg'uchlari uningki siyosat haqida izlanishlarga sabab bo'lgan bo'lsa kerak. Balkim bu kitobmi davlatlarni tadqiq qilish jarayonida shakllangan o'ylarining qog'ozga to'kilishi deb qarashga bo'ldi. Endi kitobning mazmuniga kelsak, kitob 4 bo'limdan tarkib topgan. Birinchi bo'lim asosan kirish qismi. Saqchilar to'ldi deya mashinasini to'larasmi. Birinchi bo'lim kirish qismi. Asosan falsafiy gaplarni ko'p qilgan. Masalan, inson tug'ilishdan erkin tug'iladi. Tug'ilgandan keyin zanjir kishilarning ichida yashaydi. Undan boshqa birov o'zini birovlarning xo'jayini his qilishi mumkin. Halbuki u ayni vaqtda yana birovlarning qulidir deganga o'xshash. Bu gaplar o'zimda qilinib, yezilib, sizilib, hatto inqilobiy shuarlarga aylanib ketgan dunyoninki keyingi Rousseau'dan keyingi tarixida. Shunga Rousseau ma'lum ma'nodan inqilobchilarninki nimasiga aylanib ketgan, haliqi peshvosiga mutafakkuriga aylanib ketgan. Endi kitobninki ikkinchi bo'limi hokimiyat masalasi haqida. Ya'ni egilik huquq degan nima, hokimiyat degan nima, u qanday bo'ldi degandek masalalarni o'tirib qo'ygan. Kitobning 3-bo'limi asosliqi hukumat shakllari haqida. Ya'ni hukumatlar qanday bo'ldi? Masalan, demokratiyami, aristokratiyami yoki diktatorlikmi yoki podshohlikmi, qaysi xil hukumat shakllari yaxshi deganlarni bir-birlab tahlil qilib, o'zininki qarashini o'tirib qo'ygan. Hozir biz asosan mustabid davlat shakllari bilan demokratik ikkini bakrak bilamiz. Axborotlarga shu chiqadi. Amaliyotda necha xil hukumat shakllari bor. Ondan keyin shu 4-bo'limda bo'lsa, xalqning irodasi, avomning irodasi haqida to'xtalgan. Buni men avomning irodasi deb oldim. İngilizce public will deydi ekan, turkchada nima debdi? Turkchada nima debdi? Unutdim ya. Turkchada genel iroda debdi. Umumiy iroda deb atdi. Buni el-roy deb elishni muvofiq ko'rmadim, chunki nuqul odatdagi el-roy emas bu, balki umumning irodasi deb elishni muvofiq ko'rdim. Mushaqa to'xtalgan. Endi bu kitobninki mazmuni mushunchilik, so'zlasam gap uzraydi. Unda qolsam bu ijtimoiy kelishim degan nima degan masala haqida ozroq to'xtalay. Kitobni ko'rib oldinglar shundaqmi? Jean-Jacques Rousseau'ning ijtimoiy kelishim nomli kitobi, inglizcha social contract, turkcha toplum so'zlashmasi deb tarjima qilibdi. Afsuslanarli uyg'urchasi yo'q. Shunga bir chet tilni o'rganishga majbursizlar yoki bo'lmasa birov uyg'urchaga tarjima qilib qola, ammo men hozircha qila olmayman. Endi bu ijtimoiy kelishim degan nima zodi? Bu Jean-Jacques Rousseau bu kitob orqali nima demoqchi? Bu siz bayan ajab maqtab ketdingiz bu odamni dunyoga shunda ta'sir ko'rsatgan deb deyishinglar mumkin. Buningga javobim shu. To'g'ri. Hozir sizlarga bir savol qo'yish bilan gapimni davomlashtiray. Sizlar egilik huquq degan gapni chiqanlab ketgan. Shundaqmi? Egilik huquq parchalanmas, daxli terrorsizdir deganga o'xshash. Masalan, Turkiyada yashaydiganlar qaysi gapni ko'p anglaymiz? Hokimiyat qaysiz va shartsiz millatindir degan gapni ko'p anglaymiz. Ya'ni hokimiyat shartsiz xalqqa mansub deb. Xitoyda-chi egilik huquqqa daxl terrorist qilishga bo'lmaydi, zimin butunligim parchalanmas degan gaplarni jiq ta'kidlaydi Xitoy. Undaq bo'lsa, bu atalg'ular, egilik huquq, hokimiyat xalqqa mansub degan bu atalg'ular nereden kelib chiqqan? Bu haqda o'ylab baqalar balkim
oz bo'lishi mumkin. Bu osmondan tushmagan ekan, cho'qim bir yerlardan kelgan. Bu nereden kelgan? Mana shu Jean-Jacques Rousseau'ga o'xshash siyosat falsafichilarininki qalamidan kelgan, kitoblaridan kelgan. Shuning uchun buning tushunchalari hozirgi zamonning siyosiy sohasining har bo'lumlarida ko'zimizga cheliqib turadi, uchrab turadi. Ammo buni tanımaganlarcha uning nereden kelganligini bilmaydi. Endi ijtimoiy kelishim degan nima? Ijtimoiy kelishim degan nima desa, mening bu kitobdan his qilganimcha ijtimoiy kelishim degan davlatninki kelib chiqishi va hukumatninki kelib chiqishi. Ilishtiryaptim bu ya. Hukumat bilan yo'q, davlat bilan, davlatdan boshlaylik. Davlat bilan xalqning o'rtasidagi bir kelishim. Bu ayni vaqtda xalq bilan xalq o'rtasidagi kelishim. Ya'ni men bilan siz o'rtasidagi kelishim. Rousseau deydi, insanlar nima uchun bir argı kelib, bir davlatni qurib, bir kishini boshliq qilib, ondan keyin shuningga bo'ysunib yashaydi. To'liq iliqi majburlanganligi uchun qilamdi yoki ixtiyoriy qilamdi degan savoldan chiqib turib deydi, bu ixtiyoriy holatda shakllangan bir narsa. Undaq bo'lganda inson nima uchun o'zininki huquqining bir qismidan kechib davlatga bo'ysunadi degan savol chiqadi. Bu savolga qanday javob berdi desa, bu savolga inson o'zining butun erkinligini kapolatli qilish uchun bir bo'lak erkinligidan kechishga to'g'ri keladi. Shunga har bir inson azroqdan erkinligidan kechib davlatga bersa bu erkinlikni, undan keyin davlat şu insanların başka bütün erkinlikini qo'g'daydi. Yani bu yerda bir ijtimoiy kelishim bor deydi. Davlat bilan fuqaro o'rtasida bir ijtimoiy kelishim bor deydi. Bu kelishim qog'ozga yozilmaydi, ammo sen bunda qilsa, men buning badaliga bunda qilma deydigan bir kelishim bor deydi. Yani davlatninki o'rtaga chiqishi bir ijtimoiy kelishimga bog'langan demakchi. Buni so'zlab o'tib esimga bir selishtirma keldi. U bo'lsa-mu shu davlatlarning qanday chiqqanligi haqidagi o'xshamagan qarashlar. Masalan, Marx nima deydi desa, Marx davlat sinfiy kurash mahsuli deydi. Ama bu yerda bu filosoflarninki o'rtaq bir tarafi bor. U bo'lsa-mu shu insonlar jamiyatga kirishdan burun bir ibtidoiy holatda yashaydi. Bu ibtidoiy holatni bular nima deydi? Bular tabiiy holat deydi. Bir tabiiy holatda yashaydi. Tabiatda yashaydi demakchi. Bir kimni boshqa olmaydi. Erkin azodi yashaydi. Mushundaq bir davrni boshdan kechirgan deganni qabul qiladi bular. Hammamiz mushkil iqimdagi filosoflarni hammamiz qabul qiladi. Ondan keyin bu davlat jamiyatlashishning mas'uli. Tamam, buningga qoyil. Undaq bo'lsa, bu davlat qanday o'tirib chiqqan degan savolga kelgan vaqtda bu yerda ayriladi. Rousseau qatorliqlar nima deydi? Bu yerda bir ijtimoiy kelishim shakllangan. Kişiler o'zaro bir araya kelib, ma'lum huquqidan voz kechib, ma'lum kishini boshliq qilib, ya'ni boshliq degan hukumat bu yerda. Hukumat qilib, ondan keyin bu davlat shakllangan deydi. Xatolashmasam Marx mushundaq jamiyatda nüfusun ko'payishi bilan mulk talashish yuz bergan. Bu mülk talashish yuz bergandan keyin bu yerda kuchliklar ojizlarni buzar qilishga boshlagan. Shuning bilan ikki sinf shakllangan kuchliklar ojizlar deb. Ondan bu kuchliklar ojizlarni ekspluatatsiya qilish orqali ondan ekspluatatsiya qiluvchi sinf va ekspluatatsiya qilinuvchi sinf shakllangan. Davlat bo'lsa ekspluatatsiya qiluvchi sinfninki mahsuli deydi. Shuning uchun
Marks'ninki tasavvurida kommunizm onunki tasavvuru. Marks'ning tasavvurida davlat oxirida yo'qolish orqali insonlar shu asladagi özgürlük Türkçe'ye ketdi ağzım. Eyipki buyurmanglar. Şu erkinlik davriga qaytidi deydi. Yani xususiy mulk tugisa, davlat tugisa, din tugisa, yani insonlarni turga ayıradigan narsalarning hammasi tugisa, oxirida insonlar shu davrga qaytidi. Yani qaytadan erkin holatga qaytidi deydi. Ammo Rousseau qatorliqlar bo'lsa, ya bu birovni zo'rlik bilan besivilishi orqali emas, balki ma'lum kishilarni besib oldigan, shunda zulm qildigan ahvollar bo'lganlik uchun kishilar, ko'p sonli kishilar aqlli bo'lg'achqa bir araya kelib, bu biri birovning narsasini tatib olsa, yana birining narsasini tatib olsa, bu yerda urush ida tugamaydi. Undan ko'ra biz shunda biroylarni boshqalayli, u belgilik huquqimizni shuni mutlaq birayli, andan keyin u bizni boshqa olsun, shunda qilib o'zimizning haqqini qo'g'dayli degan. Undaq bo'lgandan keyin bu davlat nimaning mas'uli? Sinfiy kurashning mas'uli emas, ijtimoiy kelishimning mas'uli deydi. Qanchalik to'g'ri tushuntiraldim? Balkim benimden his qilgansizlar. Endi Rousseau'ningki yana bir kitobi bor. İnsanlar tengsizligining kelib chiqishi deb. Bunun uyg'urchasi bor. İnsanlar tengsizligining kelib chiqishining manbasimi? Ashtaroq bir kitobi bor. Bunun uyg'urchasi bor, nihoyat yaxshi tarjima qilingan. Buni vatanda vaqtimda o'qigan. Rousseau'ningki nurg'un kitoblari bo'lsa-mu boshqa, ammo shu ijtimoiy kelishim bilan shu bayonman degan insonlar tengsizligining manbasining kelib chiqishi degan kitobi buningki iddiasining jini. Shu ikki kitob Rousseau qilgan, uningki iddiasini hozirgi vaqtgacha yoshitib kelgan bir narsalar, yoshitib kelgan asarlar. Endi Rousseau'ningki bu qarashlarininki ba'zilari amaliyotda ixtilofliq, ya'ni kishilar qabul qilgan emas, ya'ni hozirgacha munozara qilinib kelgan. Uningki ba'zi tashabbuslari hozirgi zamondagi davlatchilik shakllariga mos kelmaydi. Ammo buningki ilgari surgan qarashlari o reallikqa tatbiqlash jarayonida o'zgartirish orqali shakli o'zgargan holatda qabul qilingan va hozir hukumat shakllari, davlat shakllarida o'zining ifodasini topib o'tadi. Demisimi, hech bir faylasufning, hech bir mutafakkirning deganlarini shu paytda reallikqa tatbiq qilib bo'lmaydi. Shunga Rousseau o'zimi deydi kitobining beshida. Men shu adolat bilan manfaatning to'qinishini murassa qilish uchun bu kitobni yozaman deydi. Ya'ni davlat bu bir zaruriyat, bu bo'lmasa bo'lmaydi. Uning manfaati bor. Ammo adolat bo'lmasa bo'lmaydi. Undaq bo'lgandan keyin bu davlatning manfaati yoki hokimiyatning manfaati shaxsning erkinligi bilan ziddiyatlashsa, qarshilashsa, bu yerda adolatsizlik kelib chiqadi. Undaq bo'lganda hem shaxsning bu erkinligi, manfaati qo'llaniladigan, hem davlatning huquqini yurgizadigan shunday bir sistema barpo qilib bo'lmamdi degan haqida izdinaman deydi. Va o'zininki qarashlari orqali shunday bir ijtimoiy kelishimning borligini, o'sha ijtimoiy kelishimga qanchalik rioya qilsa jamiyatlar shuncha adil, shuncha hur bir hukumat shaklini barpo qila oladiganligini o'ttirib qo'ydi. Ma'lumotni aytgan chog'da buningki ba'zi ilgari surgan qarashlari xuddi Yusuf Qasojib Qutadg'ublik deganga o'xshash, hukumat, hokimiyat munda bo'lish kerak degan vaznasiyat xarakterlik ta'limotlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni ijtimoiy kelishim, to'g'riliq so'zlaganda Rousseau o'zining tasavvuridagi ijtimoiy kelishimni so'zlaydi.
O reallıkı şu paytda mos kelishi notayin, ammo hodisalarni tushuntirishda belgilik rol o'ynaydi. Unda bo'lsa, bu Rosso haqida so'zlaydiganlarim shunchalik o'xshaydi. Xotira olgan narsalarni so'zlab bo'ptiman. Kallamga kelganning hammani deb bo'ptiman. Amisi bu qatimgi kitob suhbatini mush yerda oxirlashtiraylik. Agar men xato uchirmagan yoki bo'lmasa tushirib qo'ygan, qetib olgan taraflar bo'lsa, agar bu chaqcha bu kitobni o'qib yaxshi tushunganlar bo'lsa, inkas şekilde yazsanlar bu vaqtdagi qarashlarimizni texmo ilgari sursak, shu orqali bizningki siyosiy tafakkurimiz, siyosiy dunyoni tushunishimiz texmo ilgari surilgan degan umiddaman. Aman bo'linglar, keyingi kitoblarimda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.